Diqqat! Aholiga tezkor xabar. O'zbekiston dehqon bozorlarida guruch va piyozning narxi pastladi. Kartoshka va pomidorning narxi yana ko'tarildi. Go'shtning narxi esa batafsil video davomida bilib olasiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video ostiga bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llab-quvvatlasin. Diqqat qiling. O'zbekiston dehqon bozorlarida oziq-ovqat mahsulotlarining minimal va maksimal narxlari e'lon qilindi. Unga ko'ra, Yangi Qo'yliq savdo majmuasi va Eski Juva Chorsuv bozorlaridagi 2025-yil 17-mart holatidagi narxlar bilan tanishing. Unga ko'ra, mol go'shtining 1 kilogrammi 70 ming so'mdan 75 ming so'mgacha, qo'y go'shtining 1 kilogrammi 75 ming so'mdan 80 ming so'mgacha sotilmoqda. Guruchning 1 kilogrammi 16 ming so'mdan 22 ming so'mgacha, pomidorning 1 kilogrammi 20 ming so'mdan 40 ming so'mgacha sotilmoqda. Kartoshkaning 1 kilogrammi 4 ming so'mdan 6 ming so'mgacha, piyozning 1 kilogrammi 1500 so'mdan 2000 so'mgacha sotilmoqda, deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabin, sizni hududingizdagi dehqon bozorlaridagi narxlar qanday? Shu haqida albatta kommentariyada yozib qoldiring.